Buningdagi balalaringizning sho'si yeyishga kelib ketsa, oilangizda necha minutlar tayyor bo'lgan sho'si qilishni o'rganib oling. Sirtnikidan yeyishlik, gamshanchilik, ham pokiz. Buni qanday qatdimki, qaynamiz birlikda o'rganaylik. Nurg'un do'stlarimiz oilada o'lchamlik mifan dumlashni uqmaydi. Bugun buning tafsiliy darsiga olib keldim. Avval 1,5 chin guruchni videoda ko'rsatgan bo'yicha pokiz juvalimiz, qo'limizda uvlab yuvishga bo'lmaydi. Kichik balni akilatgandek intayin siliq qiladi yuvimiz. Onundaki nurg'un do'stlarimiz guruchning suyini tangshashni uqmaydi. Bugun men sizlarga tafsilida deb beray. 1,5 chin guruchga 1,5 chin suv qo'yamiz. Tangda nisbatda bo'ldi. Mifandimliga vaqtimizda yarim qo'shiq tuz, 1 qo'shiq shakar videoda ko'rsatgan bo'yicha chuchutgan maydan 2 qo'shiq yoki kunjut maydan 2 qo'shiq atrofida qo'yib olsanglar, ajoyib yeyishlik ham bek puraqliq chiqadi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha 3 tal tuxumni tekshirlashtirib olamiz. Hamda tuxum po'shqilning yaxshi chiqishi uchun videoda ko'rsatgan bo'yicha yarim piyola suvga ozroq tuz, 1 qo'shiq atrofida qunaq kraxmal silib tekshirlashtirib olgandan keyin tuxumni qo'yib, buni mu tekshirchilib olamiz. Ko'rib misha kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qorma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba. Bozorlik sovuq say darsimizning 60 xil darisini 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Qozonga azroq may qo'yib kavab qo'raymiz do'stlar. Go'shtni o'zingizlarning ehtiyojiga qarata cho'ng kichikligini o'lchab to'g'rib olsanglar bo'ldi. Qizartish uchun 1 qo'shiq atrofida loz qiyam savasanglar bo'ldi. Ta'min texim payz chiqarish uchun cho'ng ustamning kavab tetitqisidan 1 qo'shiq atrofida silvatdim. Undan keyin tuxum po'shqilni to'g'rab tayyorlab olamiz. Boshqa tarxama qiyizlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha uzuncha qalat to'g'rab tayyorlab olamiz. Mening ishlatganim cho'ng ustamning zisapiyansi ichidan bambukda yaqtisini bilib chiqdi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor, shu sho'si qilsam yaxshi qiramayman, ishtiklam cho'gilib ketadi degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab bo'ldi. Mifan pishqandiki oldirab avatmaymiz. 5 minut tindirib olsak videoda ko'rsatgandek chichilib turadigan intayi yeyishlik mifanimiz tayyor bo'ldi. Endi buning ustiga qo'rg'an kunjutdan 1 qo'shiq, yanaq maydan 1 qo'shiq silib tashkil elashtirib olsak intayin quvvatli ham yeyishlik bo'lgan sho'sining mifani tayyor bo'ldi. Men bugun 2 xil sho'si qilmoqchi. Birinchi xil bo'lsa videoda ko'rsatgandek mifanni ustiga tashkil etib olgandan keyin ta'tir qilib o'rib olamiz. Yana bir xil bo'lsa ustiga mifanni yetib olgandan keyin ustiga tarxama, qiza, abiyatdan qo'rib olgan kavoblarni, tuxumlarni ustiga qo'yib achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar atgan lazanglardimi ozroq savasanglar bo'ldi. Undan keyin kunjut qiyam bo'lsa, kunjut qiyami yoki bo'lmasa pandir qiyamini videoda ko'rsatgan bo'yicha ozroq sepib olsanglar ta'mik tam qo'shidi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha yumloqlab olgandan keyin mana 2 xil rangdagi sho'slarimiz tayyor bo'ldi. Buning ustiga azroq rang berish uchun oq kunjut, qora kunjutdan sepib olsak texim ko'rkam ko'rindi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha bir barmoq tashlab etib, chiroyli to'g'rib olsaqlar bo'ldi. Buni mehmonning oldiga chiqsanglar yoki bolalaringlarga oilda qilib bersanglar intayin yeyishlik.